Hoji Akbar aka, oxirgi payt o'lim ko'payib ketdi-a. O'lim ko'paygani yo'q. Shunchaki seni yoshing katta bo'ldi. Yoshlik chog'ingda faqat o'zingni ko'changdagi odamlarni tanigansan. Keyin maktabga chiqqansan, maktabdagi o'rtoqlaringni tanigansan. Keyin ishxona, keyin o'qishlar, har xil tanish bilish orttirib, atrofingdagi odamlar ko'paygan. Va ulardan kimdir o'lsa, boshqa qilsa, sen ularning janozasiga boryapsan. Ko'pchilik o'ylaydiki, o'lim ko'paydi. O'lim ko'paymaydi. Sizni ham yoshingiz katta bo'lyapti. Sizni atrofingizdagi odam ham ko'payib boryapti. Shu sababdan sizga qudamidi, oshnog'ingiz ota-onasi o'lsa, boshqa qilsa, oldima ketillikda bo'lib qolsa, siz o'lim ko'p deb tuyuladi. Vaholanki, o'lim oldin ham xuddi shunaqa holatda bo'lgan. Sizni yoshingiz katta bo'lyapti, sizni atrofingizda odam ko'payyapti. Shundan bir misol qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqangiz o'lim ko'payishi yo'q, boshqa qilishlar emas gap. Sizni yoshingiz katta bo'layotganligida, shu zaylda umringiz o'tib ketayotganligini bir tafakkur qilishingiz kerak. O'lim ko'paymayapti. Mani ota-onam yoshi katta bo'lyapti. Mani yoshim katta bo'lyapti. Ertaga umrimiz tugayotganligini bir anaqasi o'ylasa, tafakkur qilsa, shu narsa. Bo'ldi.